Bu aknedan keyingi pigmentatsiya emas. Bu ham aknedan keyingi pigmentatsiya emas. Hattoki bu ham aknedan keyingi pigmentatsiya emas. Bularning barchasi aknedan keyingi eritema. Eritema bu aknelar tuzalgandan keyin o'sha joylarda kengaygan qon tomirlaridan kelib chiqadi. U asosan biroz notekis, qizil va pushti rangda bo'ladi. Qisqasi, ugridan keyingi pigmentatsiya bilan eritemani farqi bor va ularni davolashda ham umuman boshqa kosmetikalardan foydalanish kerak. Eritemani davolashda ikki xil ingredient tavsiya qilinadi. Birinchisi niasinamid, ikkinchisi bo'lsa azelaic kislotasi. Bular yallig'lanishni oldini oladi va mana shu qizil izlarni ketishiga yordam beradi. Ugridan keyingi pigmentatsiyada peeling, vitamin C yoki tranexamik kislotadan foydalanish kerak. Eritema bilan pigmentatsiyani bitta usul bilan osongina ajratib olsa bo'ladi. Ana shu ugrilaringiz bitgan joyini barmog'ingiz bilan bosganingizda oqarib qolsa va olganingizdan keyin yana qizarib qoladigan bo'lsa, bu eritema hisoblanadi. Agar bosganingizda ham, olganingizda ham qizilligicha qoladigan bo'lsa, bu aknedan keyingi pigmentatsiya hisoblanadi. Agar siz ham ugridan keyingi post aknelar qiynayotgan bo'lsa, mana kanalimga obuna bo'ling va siz uchun eng kerakli ma'lumotlarni berib boraman.